Mahmud akamiz juda ko'pchilik so'raydi. Qiziqaveradi Mahmud akamga. Mahmud akaga mani yo'para qilgan Yusufxon bo'ladi o'zi. Aslida. Aka shunaqa akaxon bor. Ish bor degan. Ko'rishganmiz, bir-birimizga juda ham to'g'ri kelganmiz-da. Shu 5 yilcha bo'lib qoldi. Ko'rishganimizda menga aytishganda bitta 8-sinf qizim bor, o'g'lim bor, maktabga olib borib kelish kerak deyishgan. Bo'ldi deganman. 2 yilcha bo'lardi olib kelganman. Keyin sexlari bordi, ishlab chiqarishlar bor. O'shalarga ham qarab yurganman 2 yildan. Mahmud akani bitta xislatlarini juda ham yaxshi ko'raman. 20 kunda bir oyda bir o'rtoqlari bilan o'tirib turadilar-da uyda. Choyxona yo aytda-bitta o'tirmaydilar. Shu kavobini siz qilib bering deydilar. Kavobini qilib bersam har safar aytadilar. Chap tarafimi, o'ng tarafimi qo'shnilarning hisobini oling, 4 tadan kirgizdirib yuborasiz deydilar. Shuni juda ham yaxshi ko'raman. Shuna qo'shnilar hurmat qilishlarini-da. Keyin kim gaplashsa yaxshi ko'rib bo'laveradi-da. Aqdi yana bitta xislatlari juda ham hurmat qilganim mani biz kelin qilganmiz-da. Gap olib borib, yo'q gaplarni olib borib, shunaqa bo'lib ketgan. Bir kuni Mahmud akam safardalar telefon qildilar-da menga. Pul bor oling deyishdi, oldim. Shu paytda o'sha quda tarafdan telefon qilyapti. U deyapti, "Uni deyapti, men isloq qilish mani deyapti." Bordim, aytda janjal bo'lib ketib qoldi-da. Olgan pulim tushib qoldi-da o'sha yerda. Men hijolatman, Mahmud akam oldilarida hech bunaqa bo'lmagan. Pul tushib qoldi, cho'ntakdan. Urush bo'lib talpa bo'lib ketib qolgan. Hali joyda tushib qolganda pul. Shunaqa hijolatman. Ertasiga telefon qilyaptilar. "Ha, yo'q siz deyishyapti." Ancha mazam yo'q edi dedim. "A bo'pti, yaxshimisiz? Dori-pori kerak emasmi?" deyishdi. "Yo'q, hamma yo'q joyida. 3 kun o'tyapti." "Ha, tuzuk bo'lib qoldingizmi?" deyishdi. "Qancha yaxshiman." Oradan bir hafta o'tdimi, bordim. Gaplashyapmiz. Nima deyishdi bilmayman. Og'ir hammasini aytdim. Agardan pul tushib qoldi. Imkon bersangiz mashinani sotib beraman. Shuni aytsam, o'sha yerda betimga qarab turishibdi-da. Modellari ekan turibdi. Endi biz kelin qilganimiz ikkinchi ro'zg'or edi-da bu. Keyin unga ham aytgan. Aytdim, har bir odam qilmishiga yarasha jazosini oladi deydi. Ikkinchisidan ham ajragan bo'lyaptimi hozir u qiz deydi. Ha desam, qilmishiga yarasha jazosini olyapti deganda. Deydi, kallalarni qimillatib, "Men o'sha pulda kechdim" deydi. Qarab turibdilar menga. "Kechdim o'sha pulda sizdan" deydi. "Yo, aka mashinani sotib beraman" desam, "Mashina sotilmaydi" deydi. Endi biz qadrdon bo'lib ketdik-da. Borsam ham yuramiz-da, piyada ham mashina qo'yib. Bitta nimalarni yaxshi ko'raman, hamma odamlar oldida meni hurmat qilib siz deydilar, lekin uyda bo'lib qolsa o'zlarini ukalardek ko'rib san deydilar. Bu ish tergovga ham oshgan. Men tergovga spotlab qo'yganman o'sha pul borligini. Tergovchi qamaladi bular deyapti-da. U billardi. Qamaladilar deyapti. Keyin Mahmud akamga aytdim shularni, tergovga oshdi ish dedim. O'sha pulni dedim. Undirib beramiz deyapti. Shuni desam,
Tergovchiga ham aytdim-da, faqat o'sha pulni bersa bo'ldi. Nimaga man xijolatman, Mahmud akam oldilardi. Keyin Mahmud akam deyishdi-da. Har bir odam qilmishiga yarasha jazosini oladi. Ikkinchisidan ham ajrab bordimi, qilmishiga yarasha jazosini olgani shu deyishdi. Men kechdim bu pulni deyishdi. Faqat deyishdi, siz ham kechasiz deyishdi. O'sha puldan kechib yuborasiz. Mahmud aka tushunasam, kechirganda Alloh kechiradi-yu deyishdi. Kechirib yuborasiz deyishdi. Nima deyman, endi xo'jayin odam bo'ldi Mahmud aka aytdim. Matsam borasida o'sha ballar bilan so'rashasizda, so'rashib turib tergovchiga ishni yopib yuborasiz. Tergovchiga borib ketishdim, ishni yop deysiz deyishdi. Turkiyadan Spartikka olib keldim. Buni Spartikka chiroylimikan, qani deyishdi deb kiyib ko'raychi, tutsa menga ham qayerdan oldingiz o'rla Turkiyadan olib keldim. Yetdi kiyib ko'raychi deyishdi. Kiydilarda kiyib chiqib ketdilar. Chiqib ketib uyga kirib chiqdilarda bitta yechib berdilarda, mana deyishdi, boring deyishdi, tergovga oshgan ishda deyishdi, yoping, tushundingizmi deyishdi. Xo'p bo'ladi. Kechirib yuboring deyishdi. O'zi bo'lganini bu yotibdi ular deyishdi. Umuman yaqinlashmay kechirib ularga deyishdi. Bo'ldi, xo'p bo'lardim-da. Shunday mashinaga chiqdimda, kalit olaman, shunday cho'ntakka solsam pul. Yedim, olib, qarasam dollar. 500 dollar pul solib qo'yibdilar. Voy dedim, telefon qilib, aka, cho'ntagimga pul solib qo'yibsiz desam, mendan sizga ishlating o'sha pulni deyishdi. Borib yoping-a deyishdi, tergovga borib qo'l qo'yib, so'rashib yoping deyishdi. Xo'p bo'ladi. Tergovchini oldiga shunday borsam, hayronda, tergovchi tavashdi yopamiz. Nimaga aka deyapti tergovchi, o'zimiz ukaxon tergovchi nimaga deyapti. Ayop boring, shuni aytsam, tergovchi ham malades aka, gapi yo'g'amadi. Tergovchini oldida o'tirsam, u kelindi dadasi qilib tergovchiga yalinyapti-da. O'zingiz yordam bering, o'qib bering, o'qib bering. Yoping, yopib yuboring bo'ldi dedim. Mahmud akamni shu xislatlari juda ham menga yoqadi. Haligacha aka ukamiz. Alloh xayrli qilsin, oqibatimizni davomli qilsin. Juda ham yaxshi insonlar, ko'pchilikga yordam beradi. Bunga bizni ko'ra olmaydiganlar ko'p. Kim ma'no qilgan gapirsa ham mayli o'zimiz qanaqamiz deydilar. Ko'p aytadilar. Hali ishxonada ham ko'ra olmaydi. Sizlar qalinsizlar, o'zlar to'radi, shunga o'xsha deydilar. O'shalarga ham o'xsha, shunga deydilar. Bu qilgan ishni hech qaysin qilolmaysan deb ma'noli erkalataveradilar-da. Shuning uchun juda ham yaxshi ko'raman. Ko'pchilik so'raydi men. Mahmud akam oilalari ham yaxshi, kunlar ham hammalari yaxshi. Shuning uchun nechida telefon qilsalar turaman, ketaveraman. Nimaga? Chunki bir-birimizni hurmat qilamiz. Bir-birimizni tushunamiz bizda. Juda ham yaxshi insonlar. Ko'pchilik so'raydi, qanday inson deb.